Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznes qilib turgan aka-ukalarimiz va bizning YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz. Bugun mana 27-dekabr sanasida Ko'qiston Uljon Kavrak ko'chatlarini Surxondaryo viloyatiga mana 35 ming dona dastavka qilyapmiz. Ko'rayotgan ko'chatlaringning hammasi sanalgan. Qaytadan hammasi atbor bo'lgan. Tak, biz 28-fevral sanasigacha ishlaymiz. 28-fevraldan keyin 1 millionta ko'chat zakaz bersalaring ham biz ekmaymiz. Sababi 28-fevraldan keyin kavrak ko'chatlarimizda hammasi barglab, kurtaklab bo'lgan bo'ladi. Akalar, ukalar, sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bilsalaring, mana shu kavrakda mana sochini ichida nishi bor mana. O'sha nish 28-fevraldan keyin uje bargga aylanib ketadi. O'shani hisobidan biz uni qo'parmaymiz. Akalar, kim agar ko'chat ekmoqchi bo'lsa, 30-dekabr sanasigacha ko'chatlarimiz hammasi dastavka bo'ladi. Xohlagan viloyatlaringga dastavka qilib bera olamiz. Pulini klik orqali bizga tashlab berasizlar. Juda ko'pchilik so'rashyapti Telegram orqali, 1 sotik yerga nechta ko'chat ketadi? 1 sotik yerga 800 tadan 1200 tagacha ko'chat ketadi. 800 donadan 1200 donagacha ko'chat ketadi. O'shani hisobini olib ko'chat zakaz berasizlar. O'rtacha stabilni 900 ta, sotigiga 900 ta ko'chat hisobini olasizlar. Misol uchun 5 sotik yerlaringga 6 sotik bo'ladigan bo'lsa, 4,5 mingta atrofida ko'chat ketadi 5 sotikka. 60lik pushtani ustiga har 1 metrga 4 tadan eksalaring shunaqa hisob-kitob ketadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, dastavka qilib beramiz. Mana ko'chatlarimiz, mana soat hozir necha bo'ldi? 7 bo'layapti. Kechqurun mana, kechqurun 7 da ko'chat sanayapmiz. 30-dekabrgacha biz ishimizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.